Bizada ulyonka bo'ldimi? Texnikamida. To'g'ri. Nima to'g'ri? Yangidan qilaylik. Yangidan qilaylik. Bizni asl zotimiz Buxoroyi sharifdan. Tabiiy chiqmaydi. Unda yodlaylik. Gapingiz to'g'ri Qosimbekcha. Yasindan chiqib qoldi. Nima demoqchi edim? Xo'sh, men nima deyotgan edim? Ha, kameraga qaragim kelmayapti-da. Stop bosib turing. Yo'q, bo'ldi, stop. Nimaga qichqirasiz? Nimaga qichqirasiz? Ismim Shohruh, Xorazmdanman. Farg'onaga birinchi master klassimga keldim Temur akaga. 5 yildan beri sartaroshlik qilaman. Shu bo'lib olish texnikasi qiziq bo'lgani uchun Temur akaning ishlarini Instagramda kuzatib borib, menga ma'qul bo'lgani uchun O'zbekistonning u chetidan bu chetiga kelishga qaror qildim. 5 kun ichida shu bo'lib olish texnikasini asosini o'rgatishdi. Eng kerak bo'lgan, men tushunmagan narsa liniya, sloyi, graduировка qanaqa qilib olinishi. Manekenlarni amaliyot qildik. Takrorlab turish kerak ekan. Qo'l o'rgatib olish uchun fade elementini o'rgatishdi. Ketma-ketlik fade chiqara olmasdim. Qiynalardim liniyani yo'qotishda. Kosmetika bilan yana tanishdik. Kosmetika ham ko'p narsa bilmasdim. Uzoqdan kelganimiz uchun shart-sharoitlar yaratilgan. Hammasi zo'r. Bemalol kelaverasizlar, tavsiya qilaman.